Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar? Deb katalogni vaqt o'rasanmi deganlarga ozginagina katalogimiz yon minus taraflarini ham aytib qo'yaylik. Xo'p, mana bu katalogimizga 2 oy bo'ldi ishlab qo'yib berganimizga. Mana shu holatda ko'rinishi. Xo'p, mana shu yerda teshilib, mana varit qilib yana berdik, teshilgan. Xo'p, endi bu joyida aslida nima sababdan teshilganini aytsam, bu joyida suv aylanmaydi. Temirni o'zi ko'mirda kaloriyasi kuchli. Beylar qizarib ishlab oxiri charchagan temir teshilgan. Shuni hisobiga mana mashitlarni teshilib, mana qiyshayib, shunaqa holatga kelgan. Endi mana hozir qaranglar, mana umuman qo'lim mana ushlab turibman. Bunaqa issig'i yo'q, mana issiq umuman yo'q. Buni sababini aytayman. Mana hozir sizlar ko'pchilik bizdan katalog olganlar yoki boshqa katalog, mashina katalog ishlatayotganlarga ozgina maslahat. Ko'mir vaqtini belgilaganda ko'pchilik ko'mirni qisadi, ozroq rasxod qilsin deb vaqtini, ko'mir surish vaqtini ozaytirib qo'yadi. Shu ozaytirib qo'ygan vaqtida mana shu yerda chiqqan ko'mir mana shu yerda o'zida yonadi, qizarib. Turbani ichida yonadi. Shuni hisobiga mana shu turba vaqt kelib qizarib ishlab oxiri teshilishga, mana shunday qiyshayib ketishlariga sabab bo'ladi. Mana hozir ko'mir chiqarib turibdi, mana o'sha yerdan bemalol. Sovuq. Ko'mirni qisganning hisobiga, mana shu turbani chiqqan hisobiga, yonganning hisobiga mana shunaqa holatlar keladi. Naborot ko'mirni rasxod qilmaslik uchun ko'mirni mana shu yerga berish kerak. Mana ko'rasizlarmi? Ko'mir mana shu ko'rani uchida 2 sm chetida kul bo'lsa bo'ldi. Chala yonib tushmaydigan holatigacha ko'mir vaqtini kompyuterdan belgilab qo'yish kerak. Ko'mir mana shu yerda sog'lom ko'mir mana qorayib turibdi, yonlari atrofi yonyapti. Chiqqan ko'mir yonmayapti. Tagi mana ko'mir qop-qora. Mana shu holatida ko'mir rasxodi kamayadi. Ko'pchilik hali ko'mirni ozroq chiqarsam, oz chiqsa, rasxod kamroq bo'lsin deydi. Yo'q, naborot chiqarish kerak ko'mirni. Mana shu ko'rada to'la yonish kerak. Mana shu olov katta yonsa, qo'ygan gradusga tezroq katalni qaynatib chiqarib, katal dam olib o'chadi. Yana ishlasa sirasi yana qaynatib beradi olov kattaligi uchun. Bu yerdan chiqqan ko'mir yonib olov ham past bo'ladi. Uzoq vaqtda o'chadi katal. O'shani hisobiga rasxod qilib yuboradi. Mana katta ko'mir yonsa, ko'raning ustida ko'mir ko'p bo'lsa, olov katta bo'lsa, tezroq qaynatadi, rasxod katalda o'chadi, rasxod kamayadi. Mana shunaqa holatlar bo'lmaydi. Do'stlar, shunaqa foydali maslahatlar ham bo'lib turadi. Bunaqa katalimizni minus tarafi ham bo'lib turadi. Mana ko'rganingizdek, bu katal oshxonaga o'rnagan. Endi manzilda aytish shart emas. Oshxonaga o'rnatilgan. Bu yerda buni egasi qaraydigan vaqti yo'q. Bu yerda ishchilar qaraydi, mana shuni holatga keltirishgan. Mana hattoki buni kullarni ko'rasizlarmi qanaqa? Maytdan kulni chiqarib yerga mana shunaqa qilgan. Mana atroflar kuyib ketgan, eshiklarni mana bular qaranglar kuygan. Mana bunkerni sandiqlari mana qarovsiz, atrof musor, suv bosimi datchiklar qorayib yotibdi, hamma mana qopqoqlar ochiq qolib ketgan. 3-4 marta aytganmiz, qopqoqni yopib yuringlar deb. Shunaqa holat bo'lgan. Bu yerda ishlab yaxshiman qolibdi. Lekin ko'miri to'g'ri mana. Ichlari ham saqich bo'lib ketgan bunkerda. Juda ham qarovsiz bo'lib ketgan katalga. 2 oy bo'ldi shu. Arzon narsa emas, qimmat narsa. Do'stlar, shunaqa katalog borlar, bizdan olgan yo boshqa yerdan olganlar. Shu narsasiga e'tibor beringlar. Ko'mirni oz chiqarmanglar, kam rasxod qiladi deb. Naborot chiqaringlar ko'mirni, katta yonsin. Shunda rasxod kam bo'ladi. Mana ko'rasizlarmi, uchida pashti kul, cho'q yo'q. Ko'rani uchida. Bu yoqda cho'q ko'mir. Mana shunaqa holatda ishlash kerak. Rejimi shu bo'ladi. Rasxodi ham juda ham ekonom bo'ladi. Xizmatlar bo'lsa, maslahatlar bo'lsa bemalol qaytib ko'rasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.